Hozirgina trenirovkamdan keldim va men srazu NL'da kokteylidan ichmoqchiman, chunki bu juda ham foydasi trenirovkadan keyin yana ham bilinadi va kun bo'yiga bugun meni kerakli vitaminni beradi. Menda har xil ko'plar ichishadi-yu, masalan, sportdan keyin proteinlar, har xil narsalar, aman kokteyl ichaman. Buning ichida hamma menga bir kunga yetarli bo'lgan vitaminlari bor. Sog'lom hayot baribirga ham o'zgacha men yaxshi ko'raman sog'lom hayotni. Sog'lom hayotni olib ketayotgan insonlarda sog'lom fikr, sog'lom aql, sog'lom hayot, ya'ni atmosfera bo'ladi. Shunday ekan, hayotingizni ham, hamma tomoningizni ham sog'lom qiling. Kasal odamdan Xudoning o'zi asrasin. Ko'pincha o'sha sog'lom fikrlar olmaslik ham bu asli sog'lom hayotda yashamaslik bo'ladi. Shunaqa gaplar.